Uy oluvchilarning 70% shu xatolarni qiladi. Balki siz ham qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Ko'pchilik bir nechta uylarni ko'radi va tanlayotgan paytda narx filtrini birinchi o'ringa qo'yadi. To'g'ri, narx muhim. Lekin uy tanlayotgan payti narx atigi 30% yutuqni tashkil qiladi. Qolgan 70% yutuqni esa hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, kvartira A narxi $40,000. Noqulay lokatsiyada joylashgan, o'ziga yarasha infratuzilmasi bor, qurilish sifati ham narxiga yarasha. Kvartira B narxi $70,000 atrofida. Yaxshi lokatsiyada joylashgan, qurilish sifati zo'r, yashil hudud, metro va avtobus bekatlariga yaqin bo'ladi. Birinchidan, insonning eng qimmat va qaytib topilmas resursi buning vaqti. Chetroqdan va transportga noqulay joydan xonadon olish, mashinasi bo'lsa bo'lmasa, oila a'zolaringizni o'qishga, ishga umuman qatnov uchun ham vaqtini, ham ortiqcha mablag'ni oladi. Deylik, bir kunda butun oila bo'lib turib uzoq joydan qatnash uchun 50 ming so'm yo'l kira xarajat qilasiz va yarim soat borish, yarim soat kelish, umumiy 1 soatga qulay joyga nisbatan ko'proq vaqt sarflaysiz. Bu degani oyga 1,5 million so'm, bir yilda 18 million so'mdan ziyod pul yo'qotasiz va 365 soat vaqt, ya'ni bir yilda doim yo'lga sarflaydigan vaqtingizdan tashqari yana qo'shimcha 15 kuningiz yo'lda o'tib ketadi. Ikkinchidan, narxiga yarasha remont qilayotgan paytingizda ortiqcha sarflanadigan mablag'lar, noqulay sharoit, atrof muhit tufayli yuzaga keladigan asab buzayotgan gapimizga ham bo'ladi. Uchinchidan, eng muhim narsa, ya'ni ko'chmas mulkingizning kelajakda qanchalik narx oshishi. Ya'ni siz investitsiya qilib oladigan uyning qiymati oshishi uchun siz ham shunga yarasha qiymatli xonadon xarid qilishingiz kerak. Bu haqida ko'p gapirmayman. Bizni kuzatib boring. Yana bir nechta xatoliklar bo'yicha videolar tayyorlab qo'yganmiz. Ularni ham o'tkazib yuborib, xato qilmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.